Azraq səmirəsən bo'lib deyotgan har qanday qarindoshlarimiz bo'lsa, yana bu tini intayin ojiz, badan ojiz, o'riq. O'riqlikning kiyim kiysi yarashmayotgan o'riqlikning chiroyiga qo'riqlar bek ko'p tushib olgan. Mayli er bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, har qancha quvvatli tomoqlarni yeysimi, badan ig'irlik izchil oshmayotgan, yegini chiroyi chiqmayotgan, ruhsiz chiroyi xunuk, hech ish qilish xo'shaqmaydigan, ko'ngli tomoq tortmaydigan qarindoshlarimiz bo'lsanglar, mazmunga diqqat qiling. Oldi bilan qo'llash yuzidan bir tal yurakni biriltib, inkas 66 raqamni ko'plab yo'lovchilar birga astidagi yulduz belgisini bir besib qo'ysanglar do'stlar. Mazmun yorg'an bo'lsa, qo'shilishdan birga boshqalarni taqib qo'ysanglar. Shuncha quvvatli yapma samiramay o'riqlab ketgan, o'zining nima sababdan o'riqlab ketganini bilmayotgan. Go'sht kebab, pololag'mani besib yapmo, samiramayotgan, yegini chiroyi chiqmayotgan, quvvatli tomoq unumi bo'lmagan do'stlar bo'lsanglar, sizning oshqozon uchay tal jiganiki xizmati yaxshi emas. Masalan, oshqozon tal mushu a'zolarning xizmatidan chekinish sababidan yeginingiz chiroyingiz chiqmaydi. Uyg'ur tibobitimizda oshqozon uchay bo'lsa, oziqlarni qabul qilishga mas'ul. Jigar tal bo'lsa, shu quvvatni badanga tarqitishga mas'ul. Shundaqla sap qon ishlab chiqarish, qon tarqitish, quvvat tarqitish roli bor. Masalan, jigarning issiq eshib ketgan, jigarni harorati eshib ketgan, ich mijoz ig'ir darajada qurib ketgan, to'liq ussash, ig'iz qurish, qalb yerilish, ko'z iqi sarg'ish, qavziyat deymiz. Mushu sabablardan odam badanining ig'irlik oshmaydi. Chunki ich mijoz qurib ketdi degan gap, yiltizi qurib ketgan deganlar ko'klamaganga o'xshash. Badan ig'irligi oshmaslikdek bir xil masalani keltirib chiqaradi. Ikkinchisi bo'lsa, mefan polo qattiq quruq tomoqlarni yegan vaqtda oshqozon og'rish, beorom bo'lish, quruq yo'l tutish, qo'risqi ichib ketgan vaqtida mush oshqozon og'rib, beorom bo'lgan. Mushunda ahvollar bo'lib qolsa, oshqozon iqtidorining chekinishi, shundaqla oshqozon yollig'i sababidan badan ig'irlik izchil oshmaslikni keltirib chiqaradi. Hamda tal ojizlab ketgandan cho'q degan vaqtda, masalan, qalb qurish, chiroyi xunuklashish, yegin chiroyi chiqmaslik, qo'rsoq ochmaslik, ishtahasi tutilish qatorliq masalalarni keltirib chiqaradi. Bu xil ahvol ostimi yegini chiroyi chiqmaydi, shuncha quvvatli yeysimi badan ojizlab ketadi. Badan ojizlagandan keyin davomli mag'dursizlik his qiladigan, chiroyi nursiz, xunuk, o'ltirib qolgan vaqtda beshi qaydigan, putqil isimaydigan, davomli horg'inlik his qiladigan ahvollarni keltirib chiqaradi. Agar mushu badanga ozroq qon quvvat to'liqlasan bo'ldi, badanni samiritib salobatli bo'lsan bo'ldi, umuman badanni quvvatlasan bo'ldi, mushuning qarta unumlik, mushu badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan mahsulot bo'lsa, iste'mol qilsan bo'ldi deydigan do'stlar bo'lsanglar, mushu ustidagi Ablajon 27-77 unlarni qo'shash orqali bizniki unuma kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tibobat xam dorisi shundaqla meg'izlar javridan foydalanib ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, qon to'liqlaydigan, mingning azitish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, oshqozon tal jigar, börekning xizmatini yaxshilab, oziqlarni badanga shumirlashni ilgari suradigan, immun kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlaydigan, badanni takshi tabiiy samirtadigan, samirtish quvvat mahsulotimizni sotib olib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana oxir deb qo'yganimiz, bizdan mahsulot sotib olishdan burun ishonchni sotib olinglar.